Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi to'lovlar nima? Ular qayerdan chiqyapti va eng asosiysi, kim ularni to'lash kerak? Bu masala faqat tadbirkorlarga yoki faqat uy egalari uchun emas. Bu har bir oilaga, har bir avtomobil egasiga, har bir ijara beruvchiga, har bir do'kon yuritayotgan odamga, hatto oddiy kommunal xizmatlardan foydalanayotgan fuqaroga ham tegishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha keyinchalik jarima, qarzdorlik yoki hujjatdagi muammoga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Men bu mavzuni oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim esa ortiqcha vahima qilmaslik kerakligini aniq qilib tushuntiraman. Avval ko'p odamlar to'lov deganda faqat soliqni tushunardi. Masalan, yer solig'i, mol mulk solig'i, daromad solig'i yoki tadbirkor bo'lsa aylanmadan soliq. Oddiy fuqaro esa ko'pincha elektr, gaz, suv, chiqindi, internet, telefon kabi kommunal va xizmat to'lovlarini bilardi. Ya'ni odamlar uchun tizim nisbatan oddiy ko'rinardi. Uyim bor, solig'ini to'layman. Mashinam bor, sug'urtasini qilaman. Do'konim bor, soliq hisobotini beraman. Lekin hozir vaziyat o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, kommunal xizmatlar, elektron tizimlar, ko'chmas mulk ro'yxati, ekologiya, chiqindi, avtotransport, ijara, subsidiya, litsenziya, ruxsatnoma, jarima va davlat boji kabi yo'nalishlarda alohida to'lovlar paydo bo'lyapti yoki oldin bor bo'lgan to'lovlar boshqacha tartibda undirilmoqda. Odamlar aynan shunda adashyapti. Bu soliqmi, xizmat haqimi, jarimami, davlat bojimi yoki majburiy yig'immi? Men birinchi navbatda shuni aniqlashtirib qo'yaman. Har qanday pul talab qilinishi avtomatik ravishda soliq degani emas. Soliq bor, davlat boji bor, xizmat haqi bor, majburiy yig'im bor, penya bor, jarima bor, abonent to'lovi bor. Ularning har biri boshqa ma'noga ega. Masalan, soliq qoni asosida mol mulk, daromad yoki faoliyatdan kelib chiqib to'lanadi. Davlat boji esa ko'pincha ma'lum bir hujjatni rasmiylashtirish, sudga murojaat qilish, notarial harakat yoki davlat xizmatini olishda to'lanadi. Xizmat haqi esa siz haqiqatda biror xizmatdan foydalanganingiz uchun olinadi. Jarima esa qoidabuzarlik uchun qo'llanadi. Penya esa kechiktirilgan to'lov uchun qo'shimcha hisoblanadi. Yangi tartiblarda eng katta muammo shundaki, ko'pchilik odam o'ziga tegishli majburiyatni vaqtida bilmay qoladi. Masalan, kimdir uy sotib oladi, lekin kadastrdagi ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Kimdir mashina sotadi, lekin sug'urta yoki jarima masalasi yopilmagan bo'ladi. Kimdir kvartirasini ijaraga beradi, lekin shartnomani rasmiylashtirmaydi. Kimdir kichik savdo qiladi, pul tushumi karta orqali keladi, lekin daromad sifatida ko'rinishini o'ylamaydi. Keyin bir kuni telefoniga qarzdorlik, ogohlantirish yoki ijro hujjati haqida xabar keladi. Ana shunda odam bu qayerdan chiqdi? Nega men to'lashim kerak deb hayron qoladi. Aslida esa yangi to'lovlarning asosiy sababi shuki, ko'p jarayonlar elektronlashdi. Oldin ko'rinmay qolgan narsa hozir tizimda ko'rinadi. Oldin mahalladagi, idoradagi yoki qog'ozdagi ma'lumot vaqtida ulanmagan bo'lsa, hozir kadastr, soliq, bank, notarius, IX, kommunal tashkilotlar, davlat xizmatlari markazi, Maytongov.uz kabi tizimlar bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni ham bor. Adolatli hisob-kitob bo'ladi, yashirin qarzdorlik kamayadi. Lekin oddiy odam uchun xavfli tomoni ham bor. Hujjatingiz tartibda bo'lmasa, siz bilmagan majburiyat ham birdan ko'rinib qoladi. Endi kimlar bu yangi to'lovlar bo'yicha alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir ko'rib chiqaman. Birinchi toifa uy-joy va yer egalari. Agar sizning nomingizda uy, kvartira, dala hovli, noturar joy, yer uchastkasi bo'lsa, siz mol mulk va yer bilan bog'liq to'lovlarni tekshirishingiz shart. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammo kadastr qiymati, maydon foydalanish turi va egasi haqidagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishidir. Masalan, fuqaroning 6 kvadrat metr kvartirasi bor, lekin tizimda 9 kvadrat metr ko'rsatilgan. Yoki uy turar joy sifatida ishlatiladi, lekin bir qism do'kon sifatida rasmiylashgan. Bunday holatda soliq hisob-kitobi ham boshqacha chiqishi mumkin. Oddiy misol. Sizda 1 sotix yerda joylashgan uy bor. Avval soliq kamroq chiqardi, chunki eski ma'lumotlar bilan hisoblangan. Endi kadastr yangilandi, yer maydoni va bino maydoni aniqlandi. Natijada yillik to'lov ko'paydi. Bu har doim ham noqonuniy degani emas. Ba'zan tizim faqat real mayni ko'rsatgan bo'ladi. Lekin agar maydon noto'g'ri bo'lsa, siz indamasangiz noto'g'ri hisoblangan pulni to'lab yurishingiz mumkin. Ikkinchi toifa avtomobil egalari. Avtomobil bo'yicha ham har xil to'lovlar bor. Sug'urta, texnik ko'rik, jarimalar, davlat boji, raqam, qayta rasmiylashtirish, ba'zi hollarda ekologiya yoki utilizatsiya bilan bog'liq yig'imlar.
Odamlar ko'pincha mashina sotib olayotganda faqat narxni o'ylaydi. Lekin notarius ro'yxatdan o'tkazish, sug'urta, jarima bor yo'qligi, taqiq yoki garov mavjud emasligi kabi masalalarni tekshirmaydi. Masalan, siz 20 million so'mga mashina olmoqchisiz. Sotuvchi hammasi joyida deydi. Siz oldindan tekshirmasangiz, mashinada jarima, kredit garovi yoki taqiq borligi keyin chiqib qolishi mumkin. Yoki rasmiylashtirish vaqtida qo'shimcha davlat boji va xizmat haqlari chiqadi. Shuning uchun avtomobil oldi sottisida faqat mashina holati emas, huquqiy holat ham tekshiriladi. Men har doim maslahat beraman. Avval YHX va notarial tizim orqali cheklov bor yo'qligini tekshiring. Keyin pul bering. 3-toifa ijara beruvchilar. Bu juda muhim. Ko'pchilik men bitta xonamni ijaraga berdim, bu biznes emas-ku deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda ijara daromad hisoblanadi. Uni shartnoma bilan rasmiylashtirish va belgilangan tartibda soliq majburiyatini bajarish kerak bo'lishi mumkin. Agar siz kvartirani oyiga 2 million so'mga ijaraga bersangiz, yiliga 24 million so'm daromad olasiz. Bu daromad norasmiy qolsa, ertaga ijarachi bilan nizo chiqsa yoki qo'shnilar shikoyat qilsa, siz o'zingizni himoya qila olmaysiz. Bundan tashqari, elektron tizimlar bank kartalaridagi doimiy tushumlarni, notarial shartnomalarni, kommunal hisoblarni ko'rishi mumkin. Masalan, har oy bir odam sizga 2 million so'mdan pul o'tkazib turibdi. Bu qarz qaytarishmi, ijara haqimi, xizmat haqimi? Agar hujjat bo'lmasa, savollar tug'iladi. Shuning uchun ijara shartnomasini rasmiylashtirish, to'lovni shartnomada ko'rsatish va soliq majburiyatini tushunib olish eng to'g'ri yo'l. 4-toifa kichik tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Hozir juda ko'p odam uyda pichiriq qiladi, tikuvchilik qiladi, go'zallik xizmati ko'rsatadi, onlayn savdo qiladi, telefon orqali buyurtma oladi, kartaga pul qabul qiladi. Bu odamlar men katta firma emasman deb o'ylaydi. Lekin daromad muntazam bo'lsa, bu faoliyat sifati bog'lanishi mumkin. Siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishingiz mumkin yoki boshqa maqom tanlashingiz mumkin. Muhimi, faoliyat turini yashirish emas, uni to'g'ri rasmiylashtirish. Misol uchun, ayol kishi uyida tort pishirib sotadi. Har oy o'rtacha 2 million so'm tushum qiladi. Xarajatlari 5 million so'm, sof foydasi 10 million so'm. Agar u buni tartibga solmasa, keyin bank kartasidagi tushumlar savol tug'diradi. Agar u ro'yxatdan o'tib qonuniy ishlasa, mijozlarga ishonch ortadi, reklama qilish osonlashadi, katta buyurtmalar olish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni to'lovdan qochish har doim ham foyda emas. Ko'p holatda rasmiy ishlash odamni katta muammolardan saqlaydi. 5-toifa. Kommunal xizmatlardan foydalanuvchilar. Elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi, lift, uy-joy shirkatlari yoki boshqaruv kompaniyalari to'lovlari alohida e'tibor talab qiladi. Chunki hozir hisoblagich, abonent raqami, qarzdorlik, penya va qayta ulash haqi kabi masalalar elektron tizimlarda yuritiladi. Siz uy sotib olganingizda eski egadan qolgan qarzdorlik bor yo'qligini tekshirmasangiz, keyin o'zingiz yugurib yurishingizga to'g'ri keladi. Masalan, kvartira sotib oldingiz. Narxi yaxshi, joyi yaxshi, lekin elektrdan 1 million 200 ming so'm, gazdan 800 ming so'm, chiqindidan 300 ming so'm qarz bor ekan. Sotuvchi keyin to'lab beraman deydi, ammo shartnomada bu yozilmagan. Keyin siz ko'chib kirasiz. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot esa qarzdorlikni abonent manzil bo'yicha ko'rsatadi. Shu sababli uy oldi sottisida kommunal qarzdorlikni alohida dalolatnoma bilan tekshirish kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, mulkingiz to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, ijara va daromadlaringiz qonuniy ko'rsatilgan bo'lsa, kommunal to'lovlaringizni muntazam tekshirib borsangiz, har bir SMS yoki mish-mishdan qo'rqishingiz shart emas. Har bir yangi to'lov ham hammaga tegishli bo'lmaydi. Ba'zi to'lovlar faqat tadbirkorlarga, ba'zilari faqat avtomobil egalariga, ba'zilari faqat ma'lum xizmatdan foydalanganlarga, ba'zilari esa faqat muddatni buzganlarga tegishli bo'ladi. Birinchi nozik jihat, to'lov nomi bilan qarzdorlik sababi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, sizga to'lov qiling degan xabar keladi. Odam darrov yangi soliq chiqibdi deb o'ylaydi. Aslida bu eski qarzdorlik bo'lishi mumkin, yoki penya bo'lishi mumkin, yoki davlat xizmatidan foydalanganingiz uchun hisoblangan boj bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim to'lovning kodini, qaysi tashkilot hisoblaganini, qaysi davr uchunligini va asos hujjatini ko'ring. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gapga ishonish xavfli. Bu to'lov hammaga majburiy ekan. To'lamasang uy olib qo'yar ekan.
ertaga jarima 2 barobar bo'larkan degan gaplar ko'p tarqaladi. Men ekspert sifatida aytaman. Siz faqat rasmiy manbaga tayaning. Qaror, qonun, nizom, soliq kabineti, davlat xizmatlari portali. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy hisob kitobi bo'lmasa, vahima qilmang. Lekin umuman e'tiborsiz ham bo'lmang. Eng to'g'ri yo'l xabarni oling, tekshiring, asosini so'rang, keyin qaror qiling. 3-nozik jihat. Imtiyozlar hamma uchun avtomatik ishlamasligi mumkin. Masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, ayrim toifadagi fuqarolar uchun turli imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin hujjat tizimga kiritilmagan bo'lsa, imtiyoz hisobga olinmasligi ehtimoli bor. Odam men imtiyozliman deb o'ylaydi. Tizim esa oddiy fuqaro sifatida hisoblaydi. Shuning uchun imtiyozingiz bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjat qayerda aks etganini tekshiring. 4-nozik jihat. Bir mulkda bir nechta egalar bo'lsa, majburiyat taqsimoti chalqashadi. Masalan, uy ota nomida, lekin undan farzand foydalanadi. Yoki kvartira 3 ukaning ulushida, lekin bir kishi yashaydi. Soliq va rasmiy majburiyat ko'pincha mulk egasi yoki ulush egalariga bog'lanadi. Men u yerda yashamayman degan gap har doim ham to'lovdan ozod qilmaydi. Agar mulk sizning nomingizda bo'lsa, tizim sizni javobgar sifatida ko'rishi mumkin. 5-nozik jihat, xizmatdan foydalanmagan bo'lsangiz ham abonent yoki manzil bo'yicha hisob yurishi mumkin. Masalan, chiqindi xizmati, uy-joy boshqaruvi yoki ayrim kommunal xizmatlarda men bu uyda yashamaganman degan e'tiroz alohida isbot talab qiladi. Agar siz uzoq muddat chetda bo'lgan bo'lsangiz, vaqtida ariza berish, hisoblagich ko'rsatkichlarni topshirish, vaqtincha foydalanmaslik holatini rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Aks holda tizim odatdagi tartibda hisoblashda davom etadi. 6-nozik jihat, qarzdorlik kichik bo'lsa ham vaqt o'tishi bilan katta muammoga aylanishi mumkin. Masalan, 50 ming so'mlik to'lovni odam jiddiy qabul qilmaydi. Lekin ustiga penya qo'shiladi, keyin ogohlantirish keladi, keyin ijro organlariga o'tishi mumkin. Ayrim holatlarda bank kartasidan majburiy undirish, chiqish cheklovi, mulkka taqiq kabi oqibatlar bo'lishi mumkin. Men bu bilan qo'rqitmoqchi emasman, lekin odamlar aynan kichik qarzdorlikni e'tiborsiz qoldirib, keyin katta vaqt yo'qotadi. 7-nozik jihat, to'lovni noto'g'ri joyga to'lash ham muammo. Masalan, kimdir eski rekvizitga pul o'tkazadi, kimdir boshqa abonent raqamiga to'laydi, kimdir qarindoshining kartasi orqali yuboradi, lekin izoh yozmaydi. Natijada pul ketgan, lekin qarzdorlik yopilmagan bo'ladi. Shuning uchun har bir to'lovda ester abonent raqami, shaxsiy hisob, to'lov kodi va maqsad to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Chekni saqlang. Elektron chekni rasm qilib qo'yish ham foydali. 8-nozik jihat. Men bilmaganman degan sabab ko'p hollarda javobgarlikdan ozod qilmaydi. Qonunchilikda majburiyat e'lon qilingan, tizimda ko'rsatilgan, shaxsiy kabinetda chiqqan bo'lsa, odam uni kuzatishi kerak deb qaraladi. Ayniqsa tadbirkorlar uchun bu juda muhim. Tadbirkorlikda hisobot muddati, soliq muddati, litsenziya muddati, ijara shartnomasi muddati, kassa apparati kabi narsalar e'tiborsiz bo'lsa, jarima xavfi oshadi. Birinchi qadam, o'z shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Soliq qo'mitasining rasmiy elektron xizmatlari, my.gov.uz, kommunal xizmatlarning shaxsiy kabinetlari, bank ilovalari va davlat xizmatlari markazi orqali sizga bog'langan qarzdorlik yoki majburiyatlar bor yo'qligini ko'ring. Men buni kamida oyga bir marta qilishni maslahat beraman. Ayniqsa mulkingiz, mashinangiz, ijarangiz yoki biznesingiz bo'lsa, bu odat bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Kadastr hujjati, oldi sotish shartnomasi, meros hujjati, hadya shartnomasi, ulushlar haqidagi hujjat. Yer maydoni va bino maydoni to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Agar kadastrda xato bo'lsa, kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, tuzatish uchun ariza bering. Arizada aniq yozing. Qaysi ma'lumot noto'g'ri? Sizda qaysi hujjat bor, nimani tuzatishni so'rayapsiz? 3-qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha solishtirish qiling. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, lift yoki uy-joy boshqaruvi bo'yicha shaxsiy hisoblarni tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichlari real holatga mos keladimi? Qarzdorlik bor yo'qmi? Avvalgi to'lovlar to'g'ri tushganmi? Shuni aniqlang. Agar noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza bering. Og'zaki murojaat bilan cheklanib qolmang. Ariza raqamini oling yoki elektron murojaatni saqlab qo'ying. 4-qadam, daromadlaringizni tahlil qiling. Agar siz ijara berayotgan bo'lsangiz, onlayn savdo qilayotgan bo'lsangiz, xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, doimiy pul tushumlari bo'lsa, buni
qanday rasmiylashtirish kerakligini aniqlang. Sizga o'zini o'zi band qilish yetarlimi? Yoki tartibdagi tadbirkorlik kerakmi? Yuridik shaxs ochish kerakmi? Buni faoliyat turi va aylanmaga qarab tanlash lozim. Bunda soliq maslahatchisi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq ma'lumot olish foydali. 5-qadam, har bir yangi to'lov bo'yicha 3 ta savol bering. Birinchi savol: bu to'lovning huquqiy asosi nima? Ikkinchi savol: bu aynan menga nima sababdan hisoblangan? Uchinchi savol: hisob-kitob formulasi qanday? Agar tashkilot sizga to'lashingiz kerak desa, siz muloyim, lekin qat'iy tarzda asos so'rashingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz. Rasmiy javob bo'lmasa, keyin shikoyat qilish ham qiyin bo'ladi. 6-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Men har bir oilaga quyidagi hujjatlarni alohida saqlashni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta nusxasi, stir ma'lumoti, kadastr hujjatlari, oldi-sotdi shartnomalari, ijara shartnomalari, kommunal to'lov cheklari, bank to'lovlari, avtomobil hujjatlari, sug'urta, polis, jarima to'langanligi haqidagi kvitansiyalar, imtiyoz hujjatlari, ariza va javob xatlari. Hamma narsa telefonda bo'lsa ham muhim hujjatlarni bulutda yoki alohida papkada saqlang. 7-qadam, noto'g'ri hisob-kitob bo'lsa, darhol e'tiroz bildiring. Kutib yurmang. Masalan, sizga 2 million so'm qarzdorlik chiqdi, lekin siz to'lov qilganingizni bilasiz. Darhol chekin toping, shaxsiy hisob raqamini solishtiring. Tashkilotga murojaat qiling. Arizada falon sana, falon summa, falon chek bo'yicha to'lov amalga oshirilgan, lekin tizimda aks etmagan deb yozing. Ilova sifatida chekni qo'shing. Agar javob bo'lmasa, yuqori tashkilotga yoki tegishli nazorat organiga murojaat qiling. 8-qadam, uy yoki mashina sotib olayotganda alohida tekshiruv qiling. Uy bo'yicha kadastr, soliq, kommunal qarzdorlik, taqiq, sud nizosi bor yo'qligini tekshiring. Mashina bo'yicha jarima, garov, kredit, taqiq, rasmiy egasi, texnik holat va sug'urta masalasini ko'ring. Pulni to'liq berishdan oldin hujjatlarni ko'rish va zarur bo'lsa mutaxassis bilan maslahatlashish arzonroq tushadi. Keyin sudlashish esa ko'p vaqt va azob bo'ladi. 9-qadam, xabarlarni e'tiborsiz qoldirmang, lekin vahimaga ham tushmang. SMS, elektron xat, bank ilovasidagi ogohlantirish yoki davlat portalidagi bildirishnoma kelsa, avval manbasini tekshiring. Firibgarlik holatlari ham bor. Hech qachon noma'lum havola orqali karta ma'lumotlaringizni kiritmang. Rasmiy ilova yoki rasmiy sayt orqali kiring. Agar to'lov haqiqiy bo'lsa, asosini ko'rib muddatida hal qiling. 10-qadam, oilangizdagi katta yoshdagilarga ham tushuntiring. Ko'p hollarda pensioner ota-onalar, buvi-bobolar yangi elektron tizimlarni tushunmaydi. Ularning nomida uy, yer, mashina yoki ijara daromadi bo'lishi mumkin. Lekin xabar telefoniga kelmaydi yoki ular e'tibor bermaydi. Keyin qarzdorlik yig'ilib qoladi. Shuning uchun oyda bir marta ularning ham shaxsiy hisoblarini tekshirib berish kerak. Bu oddiy yordam, lekin katta muammolarning oldini oladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Yangi to'lovlar mavzusida eng xavfli narsa bilimsizlik emas, tekshirmaslikdir. Bilmasangiz so'raysiz, o'rganasiz, hujjatni ko'rasiz, lekin menga tegishli emasdir deb yurish. Keyin esa kech qolish eng yomon holat. Ayniqsa hozir hamma narsa elektronlashayotgan davrda shaxsiy moliyaviy va huquqiy gigiyena kerak. Bu degani siz o'z nomingizdagi mulk, qarz, to'lov, hujjat va daromadlarni nazorat qilishingiz kerak. Demak, yangi to'lovlar deganda har doim ham yangi soliqni tushunmaslik kerak. Bu davlat boji, xizmat haqi, kommunal to'lov, majburiy yig'im, jarima yoki penya bo'lishi mumkin. Kim to'lash kerakligi esa bitta narsaga bog'liq. Sizda shu to'lovga asos bo'ladigan mulk, xizmat, faoliyat, hujjat yoki qoidabuzarlik bormi? Agar asos bo'lsa, to'lovni tushunib, to'g'ri va vaqtida hal qilish kerak. Agar asos bo'lmasa yoki hisob-kitob noto'g'ri bo'lsa, rasmiy ravishda e'tiroz bildirish kerak. Mening eng asosiy maslahatim: shaxsiy kabinetlaringizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring, ijara va daromadlarni yashirmang, kommunal qarzdorlikni nazorat qiling, har bir to'lov bo'yicha asos talab qiling. Shunda kutilmagan jarima va ortiqcha xarajatlardan ancha himoyalangan bo'lasiz. Sizda ham yangi to'lovlar bo'yicha savol yoki tajriba bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov sizga tushunarsiz bo'lyapti? Qayerda muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda aynan shu savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun deyarli hamma uchun kerak.